Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti sport majmuasida talabalar festivali doirasida jismoniy tayyorgarlik darajasi sport sinovlarining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Unda oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar, sport vazirliklari, yoshlar ishlari agentligi, O'zbekiston Milliy olimpiya qo'mitasi mutasaddilari va talabalar ishtirok etishdi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan sport sohasiga e'tibor kuchaytirilib, aholi o'rtasida ommaviy sport bilan shug'ullanish sog'lom inson sog'lom millat shiori ostida umummilliy harakatga aylantirilmoqda. Yurtimizda millionlab yoshlarni bir maqsad atrofida birlashtiruvchi talabalar festivali bo'lib o'tmoqda. Mazkur festival doirasida jismoniy tayyorgarlik darajasi sport sinovlariga ham start berildi. Turnirning ochilish marosimida avvalo sport sinovlarini tashkil etishdan asosiy maqsad sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirish, yoshlarda iroda, o'z kuchi va imkoniyatlariga ishonch kabi fazilatlarni mustahkamlashdan iborat ekanligi ta'kidlandi. Tadbir davomida bir guruh ta'lim fidoyilari jismoniy tarbiya va sport a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan yoshlarni sportdagi ishtirokini rag'batlantirish bo'yicha juda ham ko'plab imkoniyatlar yaratish bo'yicha berayotgan topshiriqlarini ado etish yo'nalishida oliy ta'lim muassasalarida ham ko'plab sport musobaqalari tashkil etilmoqda va sport bu ommaviy harakatga aylanayotganligini guvohi bo'lyapmiz. Aytib o'tishimiz kerakki, oliy ta'lim muassasalarida bugungi kunda har bir universitetda 3 tadan sport klublari faoliyat yuritmoqda va talabalar qamrovini o'quv yili mobaynida 50% ga yetkazish, balki undan oshig'i bilan bajarayotgan holatlarimiz ham bor. Ommaviy sport bilan qamrov darajasini oshirishga qaratilgan barcha sharoitlarni, barcha imkoniyatlarni ishga solyapmiz. Bugungi tadbir albatta yoshlarimizga juda ham katta motivatsiya beradi. 25 may kuniga qadar respublikamizdagi barcha oliy ta'lim muassasalaridan kelgan jamoalar yugurish, basketbol, uzunlikka sakrash, turnirda tortilish kabi turli xil mashqlar doirasida o'z kuchlarini sinovdan o'tkazishadi. Bugungi kunda ommaviy sport rivojlanishiga juda katta ahamiyat qaratilmoqda va aynan hurmatli prezidentimiz ham yil boshida 13-fevralda bo'lib o'tgan yig'ilishlarda ham ommaviy sportni yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha topshiriqlar berilgandi va 8-maydan 25-mayga qadar butun respublikamizdagi oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida talabalar mana shu festivali hamda sport oyligi deb e'lon qilingandi va shu oylik doirasida demak talaba yoshlarning jismoniy tayyorgarlikni sport sinovlarini olish jarayonlari bo'lib o'tmoqda. Maxsus hamda ixtiyoriy bo'lib o'tadi. Talabalarimiz tomonidan o'sha turgan joydan uzoqqa sakrash yoki uzunlikka sakrash, yugurish, basketbolda shitdan tashlash kabi mana shu ko'plab sport sinovlarini belgilab berilgan. Mana shu narsani Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti namunasida ochilish marosimi bo'lib o'tdi va shu paytning o'zida birdaniga mana shu respublikamizdagi 200 dan ortiq oliy ta'lim muassasalariga start berildi. Talabalar o'rtasida yetakchi bo'lib g'oliblikni qo'lga kiritgan o'g'il-qizlar ham jismoniy tayyorgarlik darajasi, ko'krak nishoni va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanadi.